Kavap ilinglar kavap. Paxlan go'shti qilgan kavap. Kavap ilinglar. Non ilinglar non. Men endi bir ish topmasam bo'lmaydi. Qandaq. Haminim chiroyliqmikan? Chiroyli tikilgan hamyonkan. Albatta. Buni menga ayolim sovg'a qilgan. Hamisa obdan saqlaslar. Buni o'g'ri elib olmasin yana. Diqqat qilsizmi? Menga hasad qilyapsan, qeri bo'ytaq. Sili. Bayğucan, kishmishning mizlik burg'i kelayotganda qachon og'izlarga seriq suv yig'ilib ketdimi? Agilar men bir tetib baqay. Bu kishmish tatliqmi, tatliq emasmi? Selimboy, meni tanidingmi? Kimsan? Sen ma nertor kimimni meni qilyapsan? Onda misla, men hozir o'zgarib yaxshi odam bo'ldim. Nertor, men seni tanımayman. Rost. Selimboy, o'tirib qolay. Men hozir o'zgardim. Menga ish basla. Men hozir yaxshi odam bo'ldim. Nertor. Ko'z ko'r o'g'ri. Samatga to'xtab turing. Bayğucan, seni pek aşırı ettiler. Aşırı ettiler? O diyen oğur tursa. Xo'ton. Bakın tamam, siz koydum ha? Xo'ton bo'lurma, men sana tushundiray. Tamamını tepkemediğim olsa ökürüzüyormuşlar. Xo'ton, cho'qim tepib kelaman. Bayğucan, bugün nelerge bağıntılar? Bugün senin uyunga kelgan. Uyga qaytib kelib qarasam ham yenim yo'qtirdi. Oliya ham yana tepib kelmasam uyga kirguchi bo'lma dedi. Menga yordam qil Nasriddin. Ham yana topmasam men ketmayman. Uyimdan ketmay turasizlar, bo'lmaydi-da. Yorim yo'q ketmayman. Mush yerda turg'unim turgan. Sen menga yordam qilmasang bo'lmaydi. O'ylab baqay. Sizlar avval Barat tag'am bilan uchrashgan. O ketgandan keyin Samat tag'am bilan uchrashdilar. Chiqqanlarga talishib qoldilar. Ondan keyin sizlar uyga ketdilar. Ondan ham yana yo'qib ketganligini bayqadilar. Mushundaq bo'lganda o ikkisi eng gumonli. Samat, o'lgur o'g'ri. Rostilla Samatmidi? Cho'qim shu. Men undan hisob olmasam bo'lmaydi. To'xtasizlar. Qo'llarda isbot bo'lmasa. Isbot? Qanday qilaman? Men o'ylab baqay. Topdim. Qanday amal? Nasriddin, bir ish bo'lmaganda. Yo'q, ish bo'lmadi. Bayğucan, bunda qizlar. O'lgur o'g'ri. Sen ham yana o'g'irlashga amratding'a, endi demishqa o'g'irlamaysan. Bayğucan qarsak gap qilmaslar. Kim meni o'g'ri deydi? O'lgur ablag'. Bayğucan ko'zlarini asla hamyonlari tushib qoldi. Menimni o'g'irlashib ketdingmi? Nima ish bo'ldi? Oy. Nima ish bo'ldi? Begim. Qazi begim, o o'g'ri ham menimni o'g'irlab oldi. Qazi begim menga o'g'il bo'ldi. U hamyonni tushirib qo'yib ekan deb o'ylab qaytirib edim. Men uning hamyonni o'g'irlamadim. Seni olmadimmi? Men o'g'irlamadim. Seni olmoqchiman. Men o'g'irlamadim. Ikkilisini ipmanglar.
Ha, Selimboy. Hürmetli Qazi Begim, size adil hüküm çıkaralaydılar. Haminani kim o'g'irlagan? Begim Samet diyen ölgün oğru heminimni oğurlap aldı. Bunun kasaptının xotnumdan tayak yedim. Öydün kollandım, bana iyi bulmasını bulmaydı. Bo'ldi, bildim. Samatni ip kiringlar. Qazi begim. Samat, Selimboy haminimni o'g'irlab oldi deb ustundan arz qildi. Qilmadim. Yalgan etme, sen bazarda xotini megan hamyanni oğurlap aldın go. Ha? Bu hamyanni kim ko'ygan? Guvohchini ep kiringlar. Baratni ip kiringlar. Qazi begim, Barat ağa, siz Bayxo'jamning haminini ko'rganmidingiz? Bayxo'jam o haminini bozorda ko'z-ko'z qilib yuribdi ekan. O texi menga sen bu haminimga hasad qilyapsan degan edi. Meni yana qayeri bo'ytaq deb tilladi. Boshqa ishlar esimda yo'q. Samatga qarang, Bayxo'jamning rostli hamini borkan-ku. Shu chaqda uni sanmi ko'rgan? Men o'qimayman. Voyjon. Sen oğurlagan. Sen oğurlagan. Sen oğurlagan. Sen oğurlagan. Sizlar mening yuzimni qilmayapsizlar. Kiringlar. Bu ikkisini qattiq uringlar. Har birisini o't shaplaqdan uringlar. Biz endi undan qilmaymiz. Undan qilmaymiz. Bo'lsa chiroyli deyishaylik. Bizga ham qilsadigim. Qazi begim. Undan qilsa. Voyjon. Qazi begim. Bo'ldi. Endi shunda qilamsizlar, yo'q? Qilmaymiz. Bizning munosabatimiz shunday yaxshi. Samat. Yana iqror qilmamsan? Begim, menga uval bo'ldi. Menga rostli uval bo'ldi. Begim, menda isbot bor. Yaxshi, amsi isbotni chiqar. Isbot? Bular mening ilgirki uskunlarim. Bu mening bolqamgo. Men tex buni yutib ketdi deb yuribdi ekanman. Yana iqror qilmamsan? Jinoyatni topshir. Men qilmadim. Sen şu. Seni olmoqchimi? Sen şu. Sen şu. Sen Kızım seni konuşacağız Allah gerek. Bu işte kımarım bozulmagan o günü Bayxo'jam meni tilg'ashqa uning hamyenini o'g'irlamagandi. Mana iqror qilding-ku. Sen işkelligini bilesim. Sizlar bana ishonmasanglar, men bir qaringlar bo'lmasa, men ishonmasanglar amal yo'q, o'g'irlik qildi. Begim, uningga rahim qilsizlar. Samat, Selimboyning haminini qaytirib be. Sana bozorni tozalash jazosi beraylik. Samat aka, bak pakiz tozapsiz. Bu bozor burunqidan pakiz bo'lib ketdi. Bu emgakning to'kpisi. Bu qilgan ishlar ko'pchilik meni oriq asli bo'ldi. Men texmo tirishib ishlayman. Qilganlaringizni xaloyiq ko'rib turyapti. Ular cho'qim arig'a oladi. Xaloyiq meni oriq asla, men texmo xush bo'latdim. Samat aka, choy ichi. Rahmat.